Narsa, pomidor yaxshi ketyapti. Вообще zo'r, ishongan. Yoshligim esladim bolam. Hamma banka yopyapti. Bizga ham bankada bu narsa yopib bering pomidordan. Buni qilamiz, banka yopamiz. Bim sezgan desam bir narsa boshlaysan deb, o'zim uchun cho'ta o'zim uchun men bucha mana duxovkada o'zimga bolgarskiy bilan baqlajonni dimlayotgandim. O'zimcha diyeta qilaman deb. Uni hozir masalan yarim soatda banka yopadigan ikra qilib beraman. Qatib qo'ygan baqlajon bilan bolgarskiyni paketga solamiz. Ozgina yumshashi uchun terisini oson olib tashlaymiz keyin. Ular dimlanguncha bu yerda pomidorni blenderdan chiqarib yuboramiz. Top toza aynali qozonlarga buni solamiz. Sabzjonni ham cho'rkadan chiqarib yuboramiz. Pomidorimni olovga qo'ydim, tuz solmadim, siz solmadim, qaynab chiqish kerak. 20 minut qaynaydi. Bu yerda yonidagi qozonchaga ozgina yog' solamiz, unga sabzi solib отдельно qovuramiz. Endi bunim tayyor bo'ldi. Mana buni qaranglar, mana. Mana mana qilib po'chog'i oson mana shuna qilib olinadi endi bu. Mana dimlasanglar shuna oson olinadi. Bolgarskiyni pichoqda endi maydalab yuboramiz, xuddi mikrobkadan chiqqandek. Xuddi shuna qilib mana bunaqa uchidan mana. Mana po'choq tayyor. Pomidorim 20 minut qaynadi. Endi hamma narsani birlashtiramiz. Bolgarskiy, qovurilgan sabz, chesnokjon, ozgina murch soldim, tuz solamiz, shakar solamiz. Endi 1 stakanchalik yog' solamiz. 1 osh qoshiq me'yor, men 2 kishina qoshiq soldim, uksus solamiz. Buni mehrli qo'llar bilan aralashtiramiz. Buni go'zalligini qaranglar. Soatlab qovuriladigan achchudan umuman kam joyi yo'q. Birinchidan bu, ikkinchidan judayam oson, charchamaysizlar. Yana bir 15 minut qaynatamiz past olovda. Tomkalarimni kelinim sterillab berdi. Sizlar o'zingiz sterillab olasizlar. Bo'lmasam kelininglar qilib bersin. Mana endi buni hozir yopamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Объедение ikram tayyor azizlarim, tayyor. Uni qishga olamiz. Buni sovutib yeyishga bankaga qilib qo'yaman. Ertalab kelinimni maza qilib yesin. Sizga g'amlab qo'ygan boyliklarimni qaranglar, azizlarim. Voy, prям qalbing quvniydi. Qolganini, bankaga sig'maganini o'zimni hozir ichimga g'amlab qo'yaman. Yeb ko'rish kerak-ku, axir buni, to'g'rimi? O'zi yopgan nom bilan yesa vashim bomba bo'ladi-yu. Endi patron ham bo'laveradi. Endi bismillahirrohmanirrohim. Oy. Prям shunaqa aromatli, mazasi vashim bomba. Prям bomba mazza. Qishga xohlasanglar ertalab zavtrakka просто nom bilan choy ichishga ham judayam mazali bomba ikra. Hammalarga tavsiya qilamiz azizlarim. Osh bo'lsin.